Serzarda zamonlar o'tdilar qator, o'tdilar yillar u oylar rang-barang. Moziydan bugunga yetmasda ovoz, bo'lmaganda xalqim sening xotirang. Inson, millat va xalq tarixiy xotira tuyg'usi bilan barhayotdir. Xotira kechagi o'tmishni, ajdodlar o'gitini, milliy merosimizni anglatib turuvchi muqaddas kitob zarvaraqlaridek hayotimizni yoritib turadi. Qadr insonni yuksaklikka ko'taradi. Uning faoliyatiga, orzu intilishlariga, maqsad va maslaklariga olijanoblik bag'ishlaydi. Xotira va qadrlash esa xalqimizning asriy qadriyatlari, uning fazilatlaridan biridir. El u yurtning tinchligi, osoyishtaligi, erki va ozodligi uchun kurashgan insonlar hamisha xalqimiz ardog'idadir. Aziz yurtdoshlar, 9-may xotira va qadrlash kuni qutlug' bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.